Xorazmning mashhur alanga guruchi juda serhosil hisoblanadi. Zakovatda ajoyib savol tushibdi. Savol shuki, nega alanga sholisi nukus sholisi bilan gibrid qilib ekiladi, ya'ni qo'shib ekiladi? Aytingchi, siz savolning javobini bilasizmi? Bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Jobir. Lekin ko'p dehqonlar alanga navli sholi urug'ini orasiga nukus navli sholi urug'idan qo'shib ekishadi. Albatta bir sababi bor. Bir maqsad tufayli qilinadi bu ish. Diqqat savol. O'ylab ko'rib ayting, nega alanga bilan nukus navi maydonga aralashtirib ekiladi? Vaqt ketdi. Unaqa emasmi? Mana yo'q. Menimcha nukus ertaroq yetiladi alangaga nisbatan. Hamma zarar kunandalar unga o'tadi, hujumga o'tadi, uni yeyishadi. Bu yoq keyin chiqaveradi. Bo'y baland emasda. Nukus maydaroq bo'ladi. Xorazm yordamida eshitdingiz. Yana bitta variant bor. Nukus o'zida nami ko'proq ushlab turadi. Maqsad bor, konkret Maqsad maqsad baribir bor. alangani olish, o'rtoqlar. Nukusning yordamchi. Maqsad alangani olish. Nukus tikka bo'ladi, balki qushlar qo'nish qiyin bo'ladi. Yo'q, qush qo'nmaydi. Tikka bo'ladi. Vaqt tugadi. Nukus navi alangaga nisbatan ertaroq yetiladi va tabiiyki qushlar bo'ladimi, zarar kunandalar bo'ladimi, hammasi o'sha nukus naviga o'zini uradi. Keyinchalik sekin-sekinlik bilan alanga guruchi yetila boshlaydi va bu kamroq zarar ko'radi. To'g'ri javob. Alanga aytdim-a, serhosil guruch. U tikka bo'lib o'sadi va boshog'ini ko'tara olmay shamolda yiqilish holatlari ko'p bo'ladi. U alangani suyab turishi uchun esa nukus namli bo'yi kaltaroq, Umid aytganidek sholi ekiladi. Suyanchiq vazifasini bajaradi. 3-1